Pulki sharoitlar qat'iy bo'lishi kerak. Masalan, nimaga 1% emas? Masalan, O'zbekistonda inflyatsiyani 5% arasiga olib tushamiz degan maqsad qo'yildi. Markaziy bank narxlar barqarorligi uchun mas'ul hisoblanadi. Global inflyatsion jarayonlar boshlanib, Mamlakatdagi inflyatsiyaga bosim mamlakatning o'zidagi nimaga bog'liq emas, muhitga. Barqaror ushlab turish deyarli imkonsiz. Energiya tariflari oshirilishi eng katta bosim bo'ldi. Inflyatsiya o'zi nima deganda, bu kambag'allar uchun soliq deymiz. Qat'iy qilib ushlab turishiga sabab nima bo'lyapti hali ham? Odamlar nima deydi deyishadi-ku, o'shanga o'sha bemalol galstuksiz. Nimaga inflyatsiya bilan Markaziy bank shug'ullanadi? Markaziy bank eng kuchli monopolist hisoblanadi davlatda. Bankast loyihasini davom ettiradi. Assalomu alaykum. Markaziy bank o'zining Bankast loyihasini davom ettiradi. Podkastimizning bugungi sonida pul kredit siyosatining 2026-yil va 2027-2028 yillar davriga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari mavzusida gaplashamiz. Demak, bugungi suhbatdoshlarimiz bilan tanishtirib o'taman. Samirjon Inog'anov, Markaziy bankning pul kredit siyosati departamenti direktori, Islomjon Inxomedinov, Markaziy bankning pul kredit siyosati departamenti direktori o'rinbosari, Ismoil Turobov, Bankers.uz nashri asoschisi. Xush kelibsizlar bugungi Bankast loyihamizga. Demak, savollar qismiga o'tamiz. Avvalo tinglovchilarimiz uchun bu hujjat nimani nazarda tutadi va uning asosiy maqsadi nimadan iborat? Assalomu alaykum. Avvalambor rahmat shu podkastga chaqirganinglarga. Pul kredit siyosati asosiy yo'nalishlariga to'xtaladigan bo'lsak, bu o'zi Markaziy bank pul kredit siyosati yo'nalishini eng muhim hujjatlardan biri hisoblanadi. Uni muhimligi shundaki, u Markaziy bank to'g'risidagi qonunda ham alohida qayd etilgan. Ya'ni Markaziy bank har yili pul kredit siyosati asosiy yo'nalishlarini ishlab chiqishi va dekabr oyida Senatga taqdim etishi qonun bilan belgilangan. O'zi nega bu hujjatni ishlab chiqamiz? Bu hujjatning asosiy mohiyati Markaziy bankning kelgusi yillardagi shu mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanish istiqbollari bo'yicha qarashlari, unda qanaqa xatarlar kuzatmoqda va ushbu sharoitlarda narxlar barqarorligini qanaqa ta'minlash bo'yicha keng jamoatchilikka xabardor qilish asosiy maqsad hisoblanadi. Ya'ni shu kelgusi yillarda iqtisodiyot qanaqa rivojlanadi, bu borada narxlarni past, inflyatsiyani past darajada shakllantirish bo'yicha Markaziy bank qanaqa ishlarni amalga oshiradi va o'z faoliyatini qanaqa takomillashtirib boradi. Shular bo'yicha tushuncha berish uning asosiy maqsadi hisoblanadi. Narxlar barqarorligi haqida gapirib o'tdingiz. O'z narxlar barqarorligi deganda nima tushuniladi? Buni qanaqadir bir aniq miqdoriy ko'rsatkichi bormi? Yaxshi savol. Narxlar barqarorligi o'zi ko'p uchrashuvlarda shu savol ko'tariladi. Nega o'zi narxlar barqarorligi muhim? Nega butun boshli Markaziy bank narxlar barqarorligi uchun mas'ul hisoblanadi? Buni sabablari bir qator. Endi narxlar barqarorligi deganda o'zi yuqori inflyatsiyadan salbiy oqibatlar bilan tushuntiriladi. Yuqori inflyatsiya sharoitida birinchi o'zi navbatda inflyatsiya o'zi nima deganda, bu kambag'allar uchun soliq deymiz. Bu nazariyada shunaqa qisqa ta'rif beriladi. Nega endi kambag'allar uchun soliq? Bu ikkita so'z bo'lsa ham juda mohiyati kuchli. Soliq degani bu ikkita uni xususiyati bor. To'g'rimi? Soliqni bu birinchisi u majburiy to'lov, ya'ni sizdan so'rab o'tirilmaydi, u majburan to'lanadi. Ikkinchisi uni evaziga hech nima olinmaydi. Ya'ni qaysidir tovar yoki xizmat olinmaydi, to'lanadi. Bu soliq xususiyati. Endi nega kambag'allar uchun deyiladi? Inflyatsiya birinchi navbatda aholining kam daromadga ega qatlamiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Nimagaki, aholining kam daromadga ega qatlami o'zini asosiy daromadini iste'molga yo'naltiradi va shu orqali uni jamg'arish imkoniyati kam. Va jamg'arish bilamizki, bu birinchi navbatda inflyatsiyadan himoyalash vositasi. Ya'ni investitsiya qilish mumkin, bank depozitiga qo'yish mumkin, ko'chmas mulk yoki boshqa shaklda inflyatsiyadan himoyalash mumkin. Lekin aholining kam daromadga ega qatlamida ushbu imkoniyat yo'q. Shuning uchun ham bu birinchi navbatda shu kambag'allar uchun soliq deyilgan mohiyati shunda.
Bu o'z navbatida mana yuqori inflyatsiya jarayonida ushbu ta'sirlar juda kattaroq yuzaga chiqishni boshlaydi. Ya'ni aholidagi kam daromadga ega qatlami o'zini to'lov xarid qobiliyati pasayib boradi. Bu o'sha ijtimoiy notenglikni kuchaytiradi mamlakatda. Bu birinchi salbiy oqibatlardan bittasi. Ikkinchisi, narxlar nobarqaror bo'lgan holatda umuman iqtisodiy qaror qabul qilish kelajak bo'yicha juda mushkul hisoblanadi. Bu shu oddiy aholi uchun ham, biznes uchun ham. Misol uchun mana biznes o'zini oladigan bo'lsak, inflyatsiya yuqori shakllanadigan bo'lsa, kelgusida bu ularning inflyatsion kutilmalariga salbiy ko'rsatadi. Kelgusidagi narxlar darajasi qanaqa bo'lish bo'yicha ma'lumot aniq bo'lmaydi. Ya'ni kutilmalar shakllanishi qiyin bo'ladi. Bunda misol uchun ishlab chiqaruvchilar o'zining mahsulotini ko'proq ishlab chiqarmoqchi bo'lsa, investitsiya kiritmoqchi bo'lsa, unda savol tug'iladi. Agar narxlarimni o'sha kutayotgan inflyatsiya darajasida kelgusi 3 yildan keyin oshiradigan bo'lsam, o'sha tovarga talab bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bu katta savol bo'ladi. Ya'ni noaniqlik yuqori va u shu xatarga borishdan o'zini tiyib, investitsiya kiritishdan to'xtatib turadi. Bu iqtisodiy o'sishi barqaror bo'lishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi tomondan narxlar nobarqaror, inflyatsiya yuqori bo'lgan sharoitda foiz stavkalari ham yuqori bo'ladi. Ya'ni bu ularning o'sha investitsion xarajatlarini keskin oshiradi. Xuddi shunaqa agar aholi nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, narxlar yuqori bo'lganda aholi o'zini ham iqtisodiy qarorlari iste'mol qilish, jamg'arish bo'yicha juda katta muammolarga duch keladi. Misol uchun unda bir qo'shimcha mablag' paydo bo'ladigan bo'lsa, u talabi yuqori bo'lmasa ham qaysidir tovarni shoshilib olib qo'yishga turtki beradi. Ya'ni kelgusida narx oshib ketishi mumkin deb ko'proq kerak emas tovarlarni xarid qilishi mumkin. O'zi xavotir oladi narx oshishidan. Bu to'g'ridan to'g'ri o'sha o'zini o'sha mablag'larini noto'g'ri rejalashtirishga, noto'g'ri taqsimlanishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari yana bir qator salbiy oqibatlari bor. Misol uchun odatda muttasil davom etayotgan yuqori inflyatsiya o'sha tranzaksion xarajatlarni oshiradi iqtisodiyotda. Buni oddiy qilib aytadigan bo'lsak, mana menu cost deymiz. Odatda bu o'sha narxnomalar, ishlab chiqaruvchilar, xizmat ko'rsatuvchilar tomonidan o'sha narxnomani yengillashga ketadigan xarajatlari yoki o'sha reklamli kompaniyalarni yengillashga ketadigan xarajatlari. Undan tashqari mana shartnomalar bor, shartnomada aniq narxlar belgilanadi. Bularni qaytadan tuzish bu ham qo'shimcha xarajat, qo'shimcha huquqiy xarajatlar, xizmatlar talab etadi. Bu yakunida yana o'sha tannarxi ustiga qo'shimcha xarajat bo'lib o'tiradi. Bu ham bir salbiy oqibatlardan biri hisoblanadi. Undan tashqari o'zi umuman narxlar yuqori oshadigan iqtisodiyotlarda shrinkflation deymiz. Ya'ni shunaqa vaziyatlar yuzaga keladi. Narxni oshirmaslik uchun sifatdan voz kechishga majbur bo'ladi ishlab chiqaruvchilar yoki miqdordan voz kechish. Ya'ni bu o'sha raqobat sharoitida ular mahsulotini yo miqdorini kamaytiradi yoki sifatini yomonlashtiradi. Bu ham yakunida yaxshi natija bermaydi. Bunga misol keltiradigan bo'lsak, mana o'zimizda ham oziq-ovqat bozorlarida, magazinlarda o'sha 10 yilcha oldin oddiy plichniy shokoladlar 100 gram bo'lgan bo'lsa, 3-4 yil o'tib 90 gramdan chiqadigan bo'ldi. Hozir mana borib ko'radigan bo'lsangiz, 82 gram bo'ladi odatda. Bu shu shrinkflation, ya'ni konkurensiyada narxi ushlab turish maqsadida miqdorini qisqartirgan. Yoki misol uchun mana soklarda, sutlarda ham shu bo'ladi. 1 litr o'rniga 900 millilitrdan upakovka, tetrapak upakovkalar hozir chiqishni boshlagan. Ya'ni shakl, hajmdan siz xarid qilayotgan xaridor uni sezmaydi, narxi bir xil, o'sha forma, lekin u miqdoran qisqaryapti. Bu ham bir inflyatsiyani bir ko'rinmas shakli hisoblanadi. Yana bitta endi salbiy oqibati, odatda narxlar yuqori o'sadigan davlatlarda, o'sib boradigan davlatlarda davlatni o'zi mana yuqorida aytdik-ku, ijtimoiy muammolarni uyg'otishi mumkin, notenglik hisobiga. Bunda davlat tomonidan narxlar shakllanishiga aralashuvga xohish kuchayib boradi. Ya'ni qaysidir oziq-ovqat muhim tovarlariga davlat to'g'ridan to'g'ri narx belgilash, buni o'sha narxdan yuqori bo'lib ketmasligi bo'yicha qanaqadir ma'muriy cheklovlar o'rnatishga xohish kuchayib boradi. Bu iqtisodiyot uchun o'zi yaxshi hisoblanmaydi. Negaki o'zi narx mana bozor sharoitida ta'minlashi juda muhim. Nimaga? Chunki narx bu iqtisodiyotga signal beradi. Narx yuqori oshayotgan bo'lsa, ishlab chiqaruvchilar
ko'proq mahsulot ishlab chiqarish kerak degan signalni beradi. Iste'molchilarga esa o'zini talabini tiyib turish kerak degan signalni beradi. Ya'ni narx shuning uchun talab taklif asosida bozor sharoitida ta'minlanishi, shakllanishi juda muhim hisoblanadi. Endi shunday sharoitda davlat aralashib narxni belgilaydigan bo'lsa, haligi signal buziladi signal berish. Bu iste'molchilarga ham noto'g'ri signal ketadi. O'zi imkoniyati ham cheklangan taklif. Bunda o'sha past narxda belgilanishi haligi ta'minlanmagan talabni yana ham kuchaytirishi mumkin. Ikkinchi tomondan past narx belgilanishi ishlab chiqaruvchilarga bu stimul bermaydi. U qiziqmaydi ko'proq ishlab chiqarishga. Chunki uni o'zi bozor narxi undan yuqoriroq. Bu haligi uzoq davom etsa iqtisodiyotda defitsitlar vujudga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni yuqori inflyatsiya sharoitida shu yo'nalishga qarab ketib qolish ehtimolligi oshib boradi. Shuning uchun ham inflyatsiya o'z umuman iqtisodiy o'sish mana barqaror inklyuziv o'sish o'zi yakuniy maqsad bo'ladigan bo'lsa, uni birinchi tamoyili narxlar barqaror, inflyatsiya past bo'lishi kerak. Inklyuziv iqtisodiy o'sishga erishish uchun. Bugungi bankastimizda, ya'ni podkastimizda Ismoil akam ishtirok etyaptilar. Odamlar nima deydi deyishadi-ku. Yo'q, hozir bemalol galstuksiz. Bizda juda chiroyli boshlab berdingiz. Mana ko'pchilikda savol bo'lardi. Nimaga narxlarning barqarorligi yoki inflyatsiya bilan Markaziy bank shug'ullanadi? Masalan, bir nechta davlat organlari bor-ku, u ko'pchilikni odamlarni nima deydi, moliyaviy savodxonligi biroz kamroq bo'lgan odamlarning tasavvurida Markaziy bankning funksiyalari boshqadek tuyuladi-yu, lekin baribir mana sekin bog'lab tushuntirib bersak yaxshi ketyapti hozir. O'sha to'g'ri tushuntirdingiz, o'sha Markaziy bank asosiy funksiyalaridan biri narxlar barqarorligini ta'minlash. Endi gapingizni qisqaroq qilib haligi aytadigan bo'lsak, inflyatsiya, ya'ni yuqori sur'atlardagi inflyatsiya va nobarqaror narxlar, ya'ni narxlar nobarqarorligi faqat muttasil oshish emas, nima deydi, kutilmaganda tushib ketib yoki kutilmaganda oshib ketishi, ya'ni nobarqaror deganda masalan mavsumiy bog'liq bo'lgan holda oshib ketishi, tanqisligi qaysidir mahsulotlarni, shu holatlarni hammasi iqtisodiyot uchun zarar hisoblanadi. Markaziy bank unga qarshi o'sha o'zini instrumentlaridan foydalanib chora ko'radi. Endi men so'ramoqchi bo'lganim, inflyatsiyani jilovlashni Markaziy bank o'ziga o'sha nima deydi, maqsadlaridan biri qilib olgan, tushunishim bo'yicha. Biz ko'p eshitib kelamiz, so'nggi bir necha yillardan beri eshityapmiz, inflyatsion targetlash, inflyatsiyani target deydi, qaysidir foizlar mana 10% ga tushamiz, keyin bir xonali songa tushamiz degan bir nechta marta yangragan. Endi ko'pchilik eshitgan ham bo'lsa kerak, shu bo'yicha so'ramoqchi edim. Adashmasam 5% deb belgilangan target. Ya'ni barcha Markaziy bankning harakatlari, sa'y-harakatlari o'sha 5% ga qaratilgan. Nima deydi? Birinchi savolim o'zi nimaga 5%? Masalan, nimaga 1% emas? Masalan, O'zbekistonda inflyatsiyani 5% arasiga olib tushamiz degan maqsad qo'yilgan. Shuni bo'yicha qisqa tushuntirib bersangiz, ikkinchisi yil bo'yicha ham qisqa savolim bor edi. Bir o'sha birinchi qo'yilganida 2023 deyilgan edi, adashmasam, 2023 ga tushamiz 5% ga deyilgan edi. Keyin orqaga surildi, cho'zildi. Shu bo'yicha ham qisqaroq izoh berib ketsangiz, menimcha qiziq bo'lardi. Endi juda yaxshi savollar berdingiz. Endi bunga juda qisqa javob berish qiyinroq. Endi mana gapingizni boshidan boshlagandan keyin to'xtaladigan bo'lsak, nega Markaziy banklar o'zi inflyatsiyaga mas'ul? O'z umuman olganda mana makroiqtisodiy siyosat bor. Uni yuritadigan o'sha uni tagida bir nechta o'sha iqtisodiy siyosatlarning yo'nalishlari bor. O'shaning eng katta ikkitasi bu fiskal siyosat va pul kredit siyosat. Odatda endi butun dunyoda mana fiskal siyosatni Moliya vazirligi yuritadi. Pul kredit siyosati Markaziy banklar yuritadi. Pul kredit siyosati asosiy maqsadi iqtisodiyotda narxlar barqarorligini ta'minlash. Bu butun dunyoda shunaqa. Markaziy banklarning eng birinchi vazifasi pul kredit siyosati orqali narxlar barqarorligini ta'minlash. Undan tashqari boshqa maqsadlarni ham ko'zlaydi. Misol uchun mana AQSh oladigan bo'lsak, ularda ikkita maqsad, dual mandat deydi. Narxlar barqarorligi va past darajadagi ishsizlikka ushlab turish. Yevropa Markaziy bankida esa u iyerarxiya mandatlari deydi. Birinchi navbatda narxlar barqarorligi, undan keyin iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash va boshqa o'sha moliya barqarorlik, boshqa maqsadlari bor. Bizning mamlakatda
bizda o'sha Markaziy bank qonuni bilan narxlar barqarorligi hamda bank tizimi va to'lov tizimi barqarorligi keltirilgan. Bunda o'sha narx barqarorligi birinchi ustuvor hisoblanadi. Ya'ni bu faqat O'zbekiston tanlagan yoki o'ziga xususiyati deb qaramasligimiz kerak. Butun dunyoda markaziy banklar narxlar barqarorligi uchun mas'ul hisoblanadi. Endi nega markaziy banklar deydigan bo'lsak, o'zi narx nima bu? O'sha pul birligi bilan tovarni bir anaqasi tasnifi deydigan bo'lsak, agar iqtisodiyotda juda endi sodda qilib o'sha tushuntiradigan bo'lsak, shu pul ko'payib ketadigan bo'lsa, tovardan ko'ra o'sha bu to'g'ridan to'g'ri narxlarga ta'sir ko'rsatadi, ya'ni narxlarni oshishiga olib keladi. Markaziy bank pul birliklarini chiqarish bo'yicha eksklyuziv huquqi bor, monopolist hisoblanadi, o'zi haqiqiy eng kuchli monopolist hisoblanadi davlatda. Shuning uchun ham markaziy banklarga bu asosiy vazifa qilib qo'yiladi. Ya'ni iqtisodiyotda shu pul masalasi deymiz, shuni samarali tartibga solish orqali buni endi hozir takomillashgan juda boshqa nimalari bor, ko'rsatkich yo'nalishlari bor. Shu orqali narxlar barqarorligini ta'minlash imkoniyati markaziy bankda bo'lgani uchun markaziy bank narxlar barqarorligi mas'ul hisoblanadi. Endi 5% ning maqsadga to'xtaydigan bo'lsak, o'zi bu inflyatsion targetlash rejimiga esingizda bo'lsa, bu 2019-yil noyabrida o'tilgan. Prezidentimiz 58-77 farmonlari bilan bunda o'sha o'rta muddatli maqsad 5% deb belgilangan. Shu bilan birga oraliq maqsad ham qo'yilgan. Bu bir xonali inflyatsiyaga tushish, ya'ni 10% dan pastga erishish 21-yilga belgilangan. Endi 19-yilda bu belgilangan bo'lsa, mana 20-yilda nima bo'ldi? Pandemiya boshlandi. COVID-19. Bunda ko'p xizmat ko'rsatish sohalari, boshqa anaqalar yopildi, lockdown bo'ldi. Yil davomida bu ma'lum bir darajada aholini iste'mol talabini tiyib turishga majbur qildi. Ya'ni hamma misol uchun xotirlandi, uyda o'tirishga majbur bo'ldi. Ko'p o'sha xizmatlar prosta amalga oshirilmadi. Ma'lum bir darajada tovarlarni cheklov ham yuzaga keldi. Ya'ni hamma tovar sotish magazinlari qaysidir juda qat'iy o'sha karantin davrida to'xtatildi. Lekin 2021-yilga kelib post pandemiya davrida shu 2021 ikkinchi yarmidan boshlab, ya'ni yana erkinlashtirish boshlangandan keyin o'sha lockdown effektlari tugatilib, bu haligi yuzaga chiqmagan talab bor-ku, aholining talabi yana yuzaga chiqishni boshladi. Ya'ni shu 1 yil, 1,5 yil davomida tiyib turilgan talab o'sha iqtisodiyot yana o'zini maromiga yetgandan keyin yana yuzaga chiqishni boshlaganiga iqtisodiyotda narxlarga bosim shakllandi. Endi bu yoqda talab yana tiklanishi bilan birga taklif omillari deymiz, ya'ni o'sha tovar, xizmatlarni birdaniga yana o'zini darajasiga chiqib olishiga ma'lum bir vaqt kerak bo'ladi. Bundan tashqari mana o'sha karantin paytida, COVID-19 paytida butun dunyo bo'yicha o'z xalqaro yetkazib berish zanjirlari, ishlab chiqarish zanjirlarida ham uzilishlar yuzaga keldi. Bu uzilishlar o'z navbatida tiklanib olishi ham uzoq vaqt talab etdi. Ushbu paytda import orqali ham taklifni ta'minlash imkoniyatlari sezilarli cheklandi. Bu natijasida mana 21-yilda Xudoga shukr erishdik bir xonali inflyatsiyaga. Yil yakunida dekabrda 9.9% band bo'ldi umumiy inflyatsiya, lekin 22-yilda haligi mana aytib o'tgan omillar sababli inflyatsiya yana o'suvchi trendga o'tdi. Bunda yana qo'shimcha shok sifatida xalqaro bozorda yonilg'i narxlari, o'sha neft narxi keskin oshishi ham alohida ta'sir ko'rsatdi va 22-yilda dekabrda 12.3% gacha yetdi inflyatsiya. 8.8dan. 9.9dan 1 yil oldingi. Xo'p, 23-yilda endi Markaziy bank haligi targetdan voz kechilmagan, 5% lik target qo'yilgan bo'lgan, pul kredit siyosati shunga mos ravishda qat'iy darajada yuritdi. Yil yakuniga kelib 8.8% gacha inflyatsiyani pasayishiga erishildi. Bu katta yutuq hisoblanadi, 12.3 dan 8.8 ga. Lekin 24-yilda mana iqtisodiyotda energiya narxlarini erkinlashtirish reformasi boshlandi. Bu
mana 24-yilda ikkita bosqichda amalga oshirilgan bo'lsa, 24-yilda may oyida shu aholi uchun elektr energiya, tabiiy gaz va boshqa o'sha energiya resurslari narxlari oshirildi. Natijasida umumiy inflyatsiya yana 16%gacha ko'tarildi. O'sha yil boshida 8.8%dan bu yil ham mana shuni ikkinchi etap sifatida joriy yildagi oshirilish u ham qo'shimcha bir bosim yaratdi. Shunga qaramasdan mana pul kredit siyosatining qat'iy sharoitlari hamda mana bu yil joriy yilda almashuv kursi ham ikkinchi yarim yilda yordam berdi. Mana natijada noyabrda umumiy inflyatsiya 7,5gacha tushdi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, 5%gacha 23-yil belgilangan vaqtda yetib kelinmadi. Buning sabablari birinchidan shu tashqaridan kelgan inflyatsion bosimlar, haligi Coviddan keyingi effektlar, o'sha xalqaro yoqilg'i, yonilg'i energiya narxlari oshishi. Bundan tashqari ichki haligi taklif bilan bog'liq bo'lgan omillar hisobiga oxirgi mana 2 yilda inflyatsion bosimlar sal kuchaygan. Shuning uchun 5%ga erishish sal kechiktirildi. Endi hozirgi bizning prognozimizda mana 27-yilga kutyapmiz. Bunda o'sha ko'p har tomonlama buni prognozda xatarlarni hisobga olishga harakat qildik. Shu 27-yilda xudo xolisa erishamiz 5% targetga. 22-yilda butun global inflyatsion jarayonlar kuchaydi deb aytib o'tishdi. Mana bir raqamlarga ham qaraydigan bo'lsak, Amerikada ham inflyatsiya darajasi targetlar 2% bo'lishiga qaramasdan bir 9%gacha oshib ketdi. Yevropa ittifoqida ularda ham target 2%, lekin 10%dan-da yuqori 2 xonali songacha ko'tarildi ushbu davlatlarda ham. Bevosita bu global inflyatsion jarayonlar boshlanib, bu ham umuman keng ko'lamli tus olganini ko'rsatadi global inflyatsion jarayon. 21-22-yilda haqiqatan butun dunyoda keskin inflyatsion muhit kuchaygan. Shuni aytayotganlari ham Amerikada misol uchun oxirgi 30 yilda 2 xonaliga chiqmaganda deyarli, Yevropada 2% atrofida barqaror yurgan. U deyarli xonagacha chiqqan. Faktorli ta'sir qiladigan Qisqaroq qilib aytganda mana bosim, inflyatsion bosim dedingiz. Nima tomoshabinlar tushunishi kerak. Ya'ni inflyatsiyaga bosim faqat haligi mamlakatdagi inflyatsiyaga bosim mamlakatning o'zidagi nimaga bog'liq emas, muhitga. U o'sha global iqtisodiy jarayonlar, hatto siyosiy jarayonlarga ham bog'liq. U siyosiy jarayon, ekologik siyosatni orqasidan bo'ladigan bir o'sha ma'lum bir muayyan ta'sirlar, davlatlarning bir-biriga hatto o'sha sanksiyalarga bog'liq, boyagi zanjirlardagi uzilishlar, hamkorliklar, davlatlar hamkorligi uzilgandan keyin orada nima boyagi energiya, global energiya nimalarni resurslar narxining oshishi, ya'ni shu narsani bitta qisqaroq qilib tushuntirgan bo'laman. Ya'ni inflyatsiyani shunga yetamiz, bo'ldi, biz mana shu ichkarini o'zini nazorat qilib turib shu darajaga yetib olamiz degan maqsad bo'lgani bilan unga ichki muhitdan, ichki iqtisodiy jarayonlardan tashqari tashqi jarayonlar ta'sir qiladi. Pandemiya mayli butun dunyoga ta'sir qildi, lekin undan keyingi o'sha aytganingizdek energiya resurslari narxining oshishi, keyingi siyosiy iqtisodiy siyosiy jarayonlar hammasi ta'sir qildi deb o'ylayman. Endi bosim deganda O'zbekistonni o'zida mana hozir boshladingiz, inflyatsion bosimlar tushunishim bo'yicha 2025 o'zida ham o'sha ikkinchi bosqichda energiya tariflarining oshirilishi eng katta bosim bo'ldi. Yana qaysi asosiy umuman inflyatsiyani ko'paytiruvchi qanaqa bosimlar bo'ldi va ushlab turishga, ya'ni aks ta'sir, ya'ni inflyatsiyaga Markaziy bank chorasi. Markaziy bank choralari yoki umuman Markaziy bankka bog'liq bo'lmagan inflyatsiyaga oshib ketishiga qarshilik qiluvchi qanaqadir omillar bo'lgan bo'lsa ayta olasizmi ularni? Endi mana inflyatsion haqiqatan mana aytganingizdek, mana mamlakatimiz iqtisodiyoti bu global iqtisodiyotga integratsiya, yildan yilga integratsiyalashib boryapti. Ya'ni ochiq iqtisodiyot, kichik ochiq iqtisodiyot deymiz. Bunda o'sha tashqi savdo orqali to'g'ridan-to'g'ri inflyatsion o'sha bosimlar ta'sir ko'rsatadi. O'zbek inflyatsiyani mana biz tahlil qilganda bir tomondan talab taklif omillariga ajratsak, ikkinchi tomondan ichki omillar, tashqi omillarga ajratamiz. Tashqi omillarga hozir aytganingizdek, o'sha tashqaridan import orqali, almashuv kursi orqali va boshqa o'sha haligi boj, boshqa siyosiy omillar orqali ta'sirlar keladi.
ikkinchi yana to'xtalmoqchi bo'lgan hozir savolingizga javob berishdan oldin 5%lik mana targetimiz. O'zi 5% deganda biz bitta narsani tushunishimiz kerak. Bu mana inflyatsiyani 5% ga tushirdik. Bo'ldi, shu 5% da turadi degani emas. Inflyatsiya bu ham vaziyatdan kelib chiqib doimiy o'zgarib turadigan ko'rsatkich. Uni to'liq 100% bir xil barqaror ushlab turish deyarli imkonsiz. Shuning uchun odatda mana target deganda shuni tushunish kerakki, 5% dan sal oshib, sal kamroq bo'lishi mumkin. Markaziy bank har doim agar shu target darajadan chetlanadigan bo'lsa, tepaga yoki pastga shunga qarab o'zining siyosatini to'g'irlab, yana agar u targetdan ko'tarilgan bo'lsa, pasaytirishga yoki keskin pasayib ketgan bo'lsa, ko'tarishga qaratib chorasini to'g'irlab boradi o'zining instrumentlari orqali. Ya'ni u tabiiy hol hisoblanadi. Target inflyatsiyani o'zi 5% dan sal atrofida o'ynab yurishi. Bu tekis 5% darajada bo'lishini tushunmasligimiz kerak. Ikkinchidan joriy yillik qo'shimcha omillari umuman yil boshidan o'zi ko'radigan bo'lsak, mana haliga aytib o'tdim, o'tgan yil dekabrda umumiy inflyatsiyamiz 9.8% bilan yil tugagan bo'lsa, fevral oyidan boshlab yana tashqi taklif omillari ta'sir qila boshladi. Bu birinchi o'rinda bizani asosiy oziq-ovqat mahsulotlari, xususan go'sht narxlarida bosim yuzaga keldi. Ya'ni asosiy qo'shni davlatlar tomonidan, Qirg'iziston va Qozog'iston tomonidan qoramol eksporti va go'sht eksportiga cheklovlar kiritildi. Bu sezilarli ta'sir ko'rsatdi narxlarga. O'sha paytda 10-15% gacha go'sht mahsulotlarining oshishi kuzatildi. Bu fevralda umumiy inflyatsiyani 10.1% gacha ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Bahor oylarida, shu may oyida shu energiya narxlarining ikkinchi bosqichi yuqorida aytib o'tganimdek, u o'zining ta'sirini ko'rsatdi. Shu bilan birga aytib o'tish shart, o'tgan yilgi may oyidagi ta'sir u pasaytiruvchi bo'lib xizmat qildi. Ya'ni umumiy inflyatsiya deganda biz yillik ko'rsatkichni nazarda tutamiz-ku. Ya'ni o'tgan yili mos davriga nisbatan bugun narxlar qanchaga oshdi degan. Ya'ni bu yil may oyida o'tgan yilgi may oyidagi narxlar oshishi chiqib ketgani, ta'siri chiqib ketish hisobiga o'tgan yilgi oshish pasaytiruvchi bo'lib xizmat qildi. Lekin u pasaytirgani bilan ikkinchi bosqichi oshiruvchi bo'lgan. Umuman olganda o'tgan yilgi ta'sir 3-6% band bo'lgan bo'lsa, oshiruvchi ta'sir. Bu yilgi oshiruvchi ta'sir 1-2% bandga yaqin bo'lgan. Endi umuman shu net ta'sirini oladigan bo'lsak, farqini u pasaytiruvchi bo'ldi deyishimiz mumkin statistik nuqtai nazardan. Endi shu birinchi yarim yillik asosan shu faktorlar bilan shakllangan bo'lsa, ikkinchi yarim yillikda mana biz mart oyidan boshlab asosiy stavka 0.5% bandga oshirildi, shu inflyatsion muhit kuchaygan hisobiga. Bu pul kredit siyosatining qat'iylashtirilishi ikkinchi yarim yillikda inflyatsiyaning pasayishiga xizmat qildi. Shu bilan birga mana aprel oyidan boshlangan almashuv kursining mustahkamlanishi, so'mma mustahkamlanishi, u ham o'z navbatida o'sha import orqali narxlarga pasaytiruvchi ta'sir ko'rsatdi. Buning natijasida shu ikkinchi yarim yillikda umumiy inflyatsiya pasayish trendda shakllandi. Ya'ni pasayish dinamikaga o'tdi. Yana endi muhim bir faktorlarga to'xtaladigan bo'lsak, mana sentyabr oyidan 8-benzin sotuvi to'xtatilishi ma'lum bir darajada unga muqobil bo'lgan yonilg'ilar narxlariga oshiruvchi bosim yaratdi va endi bu o'sha benzin, avtomobil yonilg'ilari transport xizmatlarining asosiy xarajatlaridan biri hisoblangani uchun transport xizmatlarida ham narxlar oshishi kuzatildi. Shular endi bu yilgi asosiy omillar deb aytsak bo'ladi. Menda savol bor. Barcha inflyatsiya ham yomon emas degan tushuncha mavjud mutaxassislar tomonidan. Shu jihatdan kelib chiqqanda past inflyatsiya haqida ham gaplashdik. Past darajadagi inflyatsiya aholi va biznes vakillari uchun qanaqa qulayliklar yaratishi mumkin? O'zi endi men inflyatsiya to'g'risida juda o'zi yaxshi ko'rganman mavzuimda. Inflyatsiya ham o'zi endi qiladigan ishimiz. Uzoq gaplashishimiz mumkin. Inflyatsiyani bitta narsani har doim yodimizda tutishimiz kerak. Inflyatsiya bu yaxshi narsa emas. Inflyatsiyani yaxshisi yo'q. Narxlar barqaror bo'lishi bu yaxshi. Ya'ni aholi narxlarni oshmayotganini his qilish kerak. Buning uchun narxlar barqaror bo'lishi kerak, inflyatsiya past bo'lishi kerak.
Endi inflyatsiyadan o'zi mana hali gapni boshida salbiy oqibatlarni sanab o'tdim, asosiylarini. O'zi ular juda ko'p. Asosiylariga to'xtaldim. Uni ijobiy tomoniga to'xtaladigan bo'lsak, past darajadagi inflyatsiya yordam beradi investitsion muhitni qo'llab-quvvatlab turishga. Ya'ni odamlarni iste'mol qilishga o'sha nima deymiz, rag'batlantirib turish uchun past darajadagi inflyatsiya yaxshi hisoblanadi. Faqat shu jihatdan shuning uchun ham mana rivojlangan mamlakatlar inflyatsiyani o'zini target sifatida 0 qilib belgilamagan, 2% qilib belgilagan. Masalan, Yaponiya, Yevroittifoq, AQShni oladigan bo'lsak ham, ularda 2% belgilangan. Shu aholisi iste'mol qilib tursin yoki o'z mablag'larini iste'mol orqali iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash maqsadida. Lekin o'zi shundoq ham iste'mol yuqori darajada faol bo'lgan sharoitda bu nuqtai nazarga tayanish bu inflyatsiyani keskin oshirib yuborishiga sabab bo'ladi. Ya'ni rivojlangan mamlakatlarda shu orqali agar iqtisodiy o'sishga erishamiz deyiladigan bo'lsa, bu yuqori inflyatsion sharoitga olib kelishi mumkin. Men driverlar haqida so'ramoqchi edim. Umuman o'sha joriy yildagi yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlari qay tarzda yuzaga kelgani va undagi o'sha iqtisodiy o'sishning eng muhim driverlari qaysilar bo'ldi? Joriy yilda haqiqatdan yuqori iqtisodiy o'sishni kuzatyapmiz. Mana 9 oylik statistik ko'rsatkichlarga ham qaraganimizda yalpi ichki mahsulotining real o'sishi 7,6% tashkil etdi. Bu yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Bunda talab tomonidan mana yuqori pul o'tkazmalari, masalan, 11 oyda aholi pul o'tkazmalarining hajmi 17 milliarddan oshdi. O'tgan yil bilan solishtirganda mos davri bilan 25%dan oshiqqa oshgan. Hamda kreditlash sur'atlari, aholini kreditlash sur'ati bu yil juda yuqori shakllanyapti. Shuni hisobiga aholini iste'mol faolligi yuqori shakllandi. Taklif tomonidan ham ishlab chiqarish, sanoat, qurilish ko'rishimiz mumkin juda faol. Investitsion muhit ham juda yaxshi. Mana statistikaga ko'ra 9 oyda 14,4 milliard to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar kirib kelgan. Shular asosiy qo'llab-quvvatlovchi omillardan bo'lyapti. Natijada umuman iqtisodiyotda yuqori talab shakllanmoqda. Asosiy stavka bo'yicha so'ramoqchiman. Endi albatta asosiy stavkani oshirilishi yoki tushirilishi to'g'risida hamma o'qiydi. Oshadi deydi, tushadi deydi. Tushungan, tushunmagan odam nimaga oshgan, nimaga oshmaganini tushunmasa ham odatiy O'zbekiston fuqarosi tushunmaydi deb aytsak bo'ladi. Nimaga oshirilmadi yoki nimaga oshirildi ekanligini tushunmaydi. Va unda endi ushbu auditoriya nomidan so'ragan bo'lardim. Qisqaroq qilib tushuntirib bersangiz, bu haligi chuqur iqtisodiy terminlar bilan emas, umuman umumiy terminlar bilan asosiy stavka, masalan, Markaziy bank bir yilda 8 marta asosiy stavkani ko'rib chiqadi. 4 ta asosiy, 4 ta yordam tayanch yig'ilishlarni ko'rib chiqadi. Va adashmasam mart oyida 13,5 ida o'zi stavkamiz 14 ga chiqdi va bu yil davomida boshqa o'zgarish bo'lmadi. 14% darajada saqlab qolindi. Va endi o'zinglar ham masalan eshitsanglar kerak, biz ko'p eshitamiz baribir. Haligi xuddi haligi qarorni tushunmagandek, endi iqtisodiy jurnalistlar yoki o'sha press relizini, Markaziy bankning press relizini ochib o'qib tushunishga harakat qilganlar yoki mana hozir izoh berishga qulay bo'lgan instrumentlar chiqib ketdi-ku, ya'ni press reliz olib ChatGPTga tashlab, nima deyapti deb so'rasa ham darrov tushuntirib beryapti hozir ChatGPT. Ya'ni Markaziy bank nima deb izohlaysan bu qarorni, qanaqa izohlayapti desa, osonroq tilda izohlab beryapti. Men ayrim nimalardan shuni eshitdim-da. Izohini tushunmagan joyini so'ragan odamdan eshitdim. Shunga men o'zingizdan mana Markaziy bankni vakili sifatida so'ragan bo'lardim. Asosiy stavkani nima deydi? Ko'tarilish yoki tushishga qaror qilishda qisqa qilib prosta. Endi bu inflyatsiyaga bog'lab tushuntirib bersangiz ham mayli. Boyagi inflyatsion ya'ni narxlar barqarorligini ushlab turishga bo'lgan asosiy instrumentlardan biri ekanligiga bog'lab tushuntirib bersangiz ham bo'ladi. Umuman asosiy stavka mana shu 0,5% dan keyin o'sha nimaga o'zi 0,5% ga oshdi? Bir eslab o'tamiz. Va o'sha
shunaqa ushlab turishi, shuni qat'iy qilib ushlab turishiga sabab nima bo'lyapti hali ham? Masalan, tushirmayapti undan keyin yana. Mana oxirgisida ham ayrim prognozlarda tushib qolishi mumkin deyishdi, lekin tushmadi. Shu 14 ushlab turibdi. Shu bo'yicha izoh berib o'tsangiz. O'zi asosiy stavka nima deydigan bo'lsak, bu juda endi sodda oddiy qilib aytadigan bo'lsak, bu o'sha so'mni narxi, pulli narxi. Ya'ni pul bozori bor, banklararo pul bozori bor. Ya'ni xuddi oddiy bozordagi yerda pulga talab bor, taklif bor. U banklar orasida banklararo pul bozori deymiz. O'sha bozorda shu milliy valyuta so'mmi narxi shu asosiy stavka bilan belgilanadi. Endi bu bir kunlik narxi hisoblanadi. Ya'ni yerda muddatiga qarab har xil narx bo'ladi. Bir kunlik narxi shu asosiy stavkadagi narx bo'ladi. Ya'ni foizi. Endi agar inflyatsiya yuqori bo'lsa, bu degani so'm ko'p degani, ya'ni uni qadri past degani, narxi past degani. Shunda foiz stavka oshiriladi, narx oshiriladi so'm. Tushirilsa bu yumshatiladi, ya'ni narxi tushiriladi. Shu juda oddiy qiladigan bo'lsak, shu mana inflyatsiya bilan bog'laydigan joyi, inflyatsiya yuqori bo'lsa, shuning uchun foiz stavkani oshiramiz, asosiy stavkani. Inflyatsiya keskin pasayayotgan bo'lsa, pasaytiriladi. Endi o'zi 14% mana nimaga 0.5% bandga oshirganimiz mart oyida o'sha aytib o'tganimdek, yil boshidan o'zi umuman inflyatsiya targetdan yuqori shakllangan edi. Inflyatsiyaning targeti shu 5%, hech kim buni atmay qilmagan, 5% da turibdi. Targetdan yuqori bo'lishi birinchi o'zi pul kredit sharoitlarning qat'iy darajada bo'lishini talab etadi. Ya'ni maqsadimiz targetgacha olib tushish. Hali yetib kelmaganmiz. Bundan kelib chiqadi, pul kredit sharoitlar qat'iy bo'lishi kerak. Ikkinchisi, mana yil boshidan umumiy inflyatsiyaga bosimlar yuzaga keldi. O'sha tashqi shoklar hisobiga, tashqi omillar hisobiga. Shundan kelib chiqib biz o'sha qat'iylik darajasini oshirdik. 13.5 dan 14 ga. 14% darajaga. Undan keyingi davrda o'zgarishsiz 14% darajada saqlanib qolyapti, lekin mana to'g'ri aytdingiz, yil davomida 8 marta Markaziy bank boshqaruvi bo'lsa, aynan asosiy stavkani ko'rib chiqish bo'yicha. Har bitta shu boshqaruvda 1 soat, 1,5 soat davom etadi. Bu chuqur har xil tomondan ko'rib chiqiladi. Oshirsa nima bo'ladi, pasaytirsa nima bo'ladi, saqlab qolsa nima bo'ladi, iqtisodiy rivojlanish qanaqa bo'ladi. Har xil ssenariylar asosida prognozlar baholanadi va o'sha 5% darajaga qanaqa yetib kelamiz. Shu narsalar tahlil qilinadi, muhokama qilinadi va shuni yakunida o'sha qaror ishlab chiqiladi va 14% darajada belgilanadi. Ya'ni o'zi to'g'riroq bo'ladi, buni har gal 14% da belgilandi deb aytishimiz. O'zgarishsiz qoldi deb emas, o'zgarishsiz qaytadan belgilangan. Tahlil, chuqur tahlillarning natijasida kelingan qaror. Ya'ni 14% belgilandi. Endi hozir mana ko'rishimiz mumkin, yil boshidan 7.5% gacha pasaydi deyapmiz inflyatsiyani. Shu bilan birga biza Markaziy bank hozir asosiy stavkani pasaytirishga shoshilmayapti. Nimaga? Hali birinchidan biz joriy inflyatsiya hali targetga yetib kelgani yo'q. Ya'ni 5% gacha hali yana pasaytirishimiz kerak. Bundan tashqari iqtisodiyotda hali ma'lum bir darajada hali inflyatsiyani oshiruvchi omillar saqlanib qolyapti. Shuning uchun ham haligi prognoz xatarlardan kelib chiqib 14% da ushlab turiladi. Yil boshidan buyon milliy valyuta kursini mustahkamlanishi kuzatilyapti. Umuman olganda bu narsa ko'p muhokamalarga sabab bo'lyapti. Ko'rib turibmiz o'zimiz ham. Qisqacha qilib aytganda, o'sha valyuta kursini qadri oshishiga bo'lgan o'sha sabablar nimadan iborat va bu o'zi iqtisodiyotga qanaqa ta'sir ko'rsatadi? Salbiy ta'sirlari yoki ijobiy ta'sirlari nimadan iborat? Umuman valyuta kursini iqtisodiyotga bo'lgan ahamiyati nimadan iborat deb o'ylaysiz? O'zi almashuv kursi bizani mana O'zbekiston aholisi uchun juda qalbiga yaqin bo'lgan masala, mavzu hisoblanadi. Har doim biz mana uchrashuvlarda, boshqa muhokamalarda, davra suhbatlarida ham mana media bilan chaqirib gaplashganda o'zi maqsad pul kredit siyosatini tushuntirish bo'lsa, orada bitta almashuv kursi to'g'risida savol tug'ilib qolsa bo'ldi, hammasi o'sha tarafga qarab ketib qoladi. Biz endi buni ko'p to'xtalishga xohlamaymiz. Nimaga? Chunki mana hammamizga ma'lum, 2017-yildan boshlab almashuv kursi erkin
qo'yib yuborilgan. U o'sha valyuta birjasida har kuni shakllanadi talab taklif asosida. Bunda Markaziy bank aralashmaydi. Ya'ni u erkin suzuvchi rejimga o'tgan 17-yildan boshlab. Pul kredit siyosatining asosiy instrumenti esa asosiy stavka hisoblanadi. Mana hozir aytib o'tilgandek, u orqali shu inflyatsiyani pasaytirish choralari ko'rib boriladi. Shuning uchun ham biz almashuv kursiga ko'proq to'xtalmaslikka harakat qilamiz, lekin mana bu yil bu bo'yicha alohida ko'p bir necha marta media muloqot o'tkazdik, boshqa alohida tushuntirish raisimiz tomonidan necha marta press anjumanlar o'tkazildi. Unda alohida tushuntirildi. Lekin haqiqatdan hammani shu o'ylantiradi, hammaga qiziq, chunki uzoq payt davomida mana almashuv kursi yuqori trendda o'sib kelgan. Bu yildan boshlab mustahkamlanish boshladi. O'shanga hammada savol tug'iladi, nimaga deb. Hozir aytganimdek, almashuv kursi talab taklif asosida shakllanadi. Endi bu yil mana makroiqtisodiy sharoitlarga qaraydigan bo'lsak, almashuv kursiga ta'sir qilgan mana talab taklifdan taklif omillari ko'proq ustuvor bo'ldi. O'sha valyuta, xorijiy valyuta bozorida. Bunda nimalar bunga sabab bo'ldi? Birinchi navbatda oltinning narxini yuqoriligi. Oltin o'sha ketma-ket 3-4 yildan beri o'suvchi trendda. Shu global iqtisodiyotda noaniqliklar yuqori bo'lgani, bir nechta nuqtada geosiyosiy ziddiyatlar davom etayotgani oltinning yuqori o'sishda davom etishiga sabab bo'ldi. Bu yil mana o'zining rekord darajasiga chiqqan va shu yuqori darajada saqlanib turibdi. Keyingi yilda ham bu davom etishi kutilmalari mavjud. Endi bizning mamlakatimiz shu dunyo bo'yicha eng yuqori oltin ishlab chiqaruvchi mamlakatlar bo'lgani uchun juda ko'p oltin eksport hisobiga oltindan tushumlar yuqori sur'atda o'sdi. Bu o'z navbatida o'sha valyuta bozorida oltindan kelib tushgan xorijiy valyuta tushumlarini taklifini ancha sezilarli kuchaytirdi. Bundan tashqari o'z eksportni qolgan qismini oladigan bo'lsak ham eksportimiz juda faol o'smoqda. Oktyabr yakunlari bo'yicha mana o'tgan yilni 10 oy bilan solishtiradigan bo'lsak, umumiy eksportimiz 30% dan ziyodga oshganda. 30% dan ziyod oshgan. Bu AQSh dollari ekvivalentida. Bunda shu oltinni chegirib tashlagan qismimizda ham u 20% dan yuqori oshgan. Ya'ni oltindan tashqari qismida ham yuqori o'sish faol davom etyapti eksportda. Bu eng birinchi o'rinda xorijiy valyuta taklifini ta'minlab beradigan omil hisoblanadi. Undan tashqari mana hozir Islomjon aytib o'tganlaridek, joriy yilda ham bizani o'sha mehnat muhojirlarimiz tomonidan yuboriladigan pul o'tkazmalari sezilarli o'sishi davom etyapti. Mana bu yilning o'zida 1-noyabr holatiga 17 milliard AQSh dollardan yuqori pul mablag'lari kirib kelgan bo'lsa, bu o'tgan yil mos davriga nisbatan 25% ga yuqori. Bu ham sezilarli taklifni yaratayotgan omil. Bundan tashqari tijorat banklari tomonidan to'g'ridan-to'g'ri kredit liniyalari hozir jalb qilyapti. Bu ham qo'shimcha talab taklifni yaratyapti. Undan tashqari Moliya vazirligi tomonidan tashqi qarz jalb qilish faol amalga oshirilyapti. Bu ham xorijiy valyutada taklifni qo'llab-quvvatlayapti. Ya'ni shularning barchasi taklif tomonidan kuchli taklif hajmlarining shakllanishiga xizmat qiladi. Soddaroq aytganda, bozorda valyuta ko'p kirib kelyapti. Ya'ni juda ko'p dollar ko'payganda uni narxi kurs keladi. Endi ikkinchi tomoniga qaraydigan bo'lsak, u talabning asosiy qismi bu importga yo'naltiriladi. Ya'ni importga, tashqi qarzni so'ndirishga, o'sha tashqi kredit liniyalarini so'ndirishga. Endi importimiz yil boshidan past darajada o'sgan edi. Hozir oxirgi oylarga kelib yana jonlanish boshladi. Ya'ni lekin import o'sish sur'ati eksportnikidan ko'ra pastroq namoyon bo'lyapti. Shuning uchun ham taklif omillari ustuvorroq bo'ladi. Qolgan mana kreditlar so'ndirishga yo'naltiriladigan xorijiy valyuta, tashqi qarzga yo'naltiriladigan xorijiy valyuta u oldingi darajalari kamroq bo'lgan hisobiga kirib kelayotgandan ko'ra ular kamroq. Bu tomondan ham nisbatan talab omillari pastroqligiga sabab bo'lgan. Buni natijasida aholi ko'proq o'zini o'sha depozitlarini so'mda saqlaydigan Bu bo'ldi. ham muhim omil bo'ldi. Mana almashuv kursi mustahkamlana boshlanishi bilan aholini o'zi qo'lidagi xorijiy valyutasini sotishi tezlashdi.
Bu ham oxirgi raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak 7 milliarddan oshdi. Aholini o'zini banklarga sotgan xorijiy valyutasi. Bu o'tgan yil mos davriga nisbatan 1,4 baravarga ko'paygan. Ya'ni bu ham qo'shimcha taklif yaratadi. Xuddi shunday mana hozir Shinozov aytganlaridek bu depozitlarda turgan mana oldin aholi ma'lum bir qismi milliy valyutada ma'lum bir qismini AQSh dollarida saqlagan bo'lsa, bankda depozitda hozir shu AQSh dollaridagi qismi milliy valyutaga o'tishi ham kuzatilyapti. Ya'ni de-dollarizatsiya deymiz. Bu ham bir ijobiy natija hisoblanadi. Ya'ni bank tizimida milliy valyutadagi depozitlar ulushi keskin oshyapti. Bu ham haligi bo'shagan AQSh valyutasi birjaga shu pul bozor valyuta bozoriga qo'shimcha taklif bo'lib kirib kelyapti. Shu hammasi mana shu almashuv kursini mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Ya'ni bu o'zini fundamental makroiqtisodiy omillari sabab bo'ladi. Inflyatsiyani shu 5% targetiga 2027-yilda erishish uchun pul kredit choralaridan tashqari yana qanaqa choralar ko'rish kerak deb zarur deb hisoblaysiz? Inflyatsiya mana hozir Markaziy bank tomonidan pul kredit siyosati omillariga, instrumentlariga to'xtaldik. Bu asosan iqtisodiyotda talabni tartibga solishga ishlaydigan instrument hisoblanadi. Ya'ni mana hali yuqorida aytgandek, inflyatsiyani omillarni ikkiga ajratadigan bo'lsak, talab omillari, taklif omillari. Endi mana rivojlangan mamlakatlarni oladigan bo'lsak, ularda taklif omillari juda ham kam bo'ladi. Asosiy e'tibor ular talab omillariga qaratadi va bunda markaziy banklar juda samarali o'zini siyosatini yuritadi. Ya'ni talabni tiyib turish orqali, tartibga solish orqali agar inflyatsiya narxlar oshadigan bo'lsa, narxlarni pasaytirishga erishadi. Endi rivojlanayotgan mamlakatlarda talab omillari ham yuqori o'ringa ega bo'ladi. Nimagaki iqtisodiyot hali to'liq bozor sharoitlariga o'tmagan bo'ladi. Bunda davlat ulushi yuqori bo'ladi. Misol uchun ma'lum bir narxlar tartibga solinadigan narxlar ma'muriy tarzda tartibga solinadi yoki o'sha tabiiy davlat monopoliyalari tomonidan o'rnatiladigan narxlar bo'lishi mumkin. Mana bizning iqtisodiyotimizda ham hali yuqorida aytib o'tganimdek energiya narxlari bosim yaratdi deb qayta to'xtaldim, lekin buni muhim tomoni bu islohotdan asosiy maqsad ushbu energiya sektorini kelgusida xususiylashtirish. Ya'ni davlatning ishtirokini qisqartirish energetika bozorida. Buning uchun shu narxlar bozor sharoitida shakllanishi kerak, talab taklif asosida. Ushbu ikki marta 24-yildagi, 25-yildagi energiya narxlarining oshirilishi aynan shu avvalgi shu o'z bozor narxidan past bo'lgan darajadan bozor narxigacha ko'tarish va shu orqali xususiy investorlarni ushbu sohaga jalb qilish. Shuning uchun bu необходимый juda kerakli o'z qadam hisoblanadi. Inflyatsiya jihatdan bu oshiruvchi omil bo'lgani bilan, lekin bu kerakli qadam hisoblanadi. Bu orqali narxlarning erkinlashishiga, iqtisodiyotni ko'proq bozor tamoyillari asosida ishlashiga asosiy tashlangan qadamlardan bittasi hisoblanadi. Shuning uchun shunga o'xshagan omillar mana rivojlanayotgan mamlakatlarda ko'proq bo'lgani uchun tarkibiy islohotlar deymiz, boshqa omillar, transformatsiya jarayonlari bu ko'proq taklif tomonidan bosimni shakllantiradi. Ya'ni o'sha narxlar moslashgunicha u taklif omili bo'lib kirib keladi. Bunda shuning uchun ushbu sharoitda birinchi navbatda mana narxlarni barqarorligini ta'minlashda talab omillaridan tashqari, ya'ni pul kredit siyosati choralaridan tashqari birinchi o'rinda raqobat juda muhim hisoblanadi. Iqtisodiyotda raqobat muhitini ta'minlash, bunda davlat ishtirokini imkon qadar qisqartirish bu birinchi talab hisoblanadi. Ikkinchisi tashqi savdo erkinligi, ya'ni narxlar shakllanishida haligi men aytib o'tdim, narx bu o'sha bozor shakllanadigan signal bo'lsa, agar ichkarida imkoniyat ishlab chiqarish imkoniyati moslashishi uzoqroq vaqt talab etadi, lekin aholi daromadi oshishi bilan talab tez moslashadi, yuqori talab paydo bo'ladi. Shunda tashqi savdo ochiqligi import orqali shu taklifni ko'paytirib berishga yordam beradi, import tovarlari orqali. Bu narxlarning barqaror bo'lishida juda muhim hisoblanadi. Shuning uchun ham tashqi savdo erkinligi, bunda tarif va notarif cheklovlarni kamaytirib borish juda muhim hisoblanadi. Bundan tashqari yana umuman ichki ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish salohiyatini oshirib borish, ya'ni o'sha moslashish tez bo'lishi uchun endi har doim import hisobiga narxni barqaror qilib turish bu almashuv kursiga bosim yaratishi mumkin.
Bu borada ichki ishlab chiqarish salohiyatini oshirish muhim hisoblanadi. Bunda shu ichki ishlab chiqarishi asosiy omillari bo'lgan birinchisi energiya resurslari bilan uzluksiz ta'minlanishini yo'lga qo'yish. Undan tashqari bu mana transport logistika infratuzilmasini potensialini yetarli darajada ta'minlab borish va boshqa shu ishlab chiqarish faktorlarini shu uzluksiz takomillashtirib borish muhim hisoblanadi. Bu ham oxir oqibat iqtisodiyotda narxlarni barqaror shakllanishiga muhim shartlar hisoblanadi. Shulardan samarali o'tib olgandan keyin shu mana tarkibiy islohotlardan samarali o'tib olinishi natijasida biz ham shu rivojlangan mamlakatlar qatorida past darajadagi inflyatsiyaga barqaror erishishimizga bir poydevor bo'lib xizmat qiladi. Hozir bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borayotgan tomoshabinlar bo'lishi mumkin. Ularda haqli savol tug'ilishi mumkin. Men nazarimda, bilmadim sizlar o'zingizlar nima deb o'ylashinglarga ehtimol kommentlar ham yozishlari mumkin. Ular 2027-yilda ham Markaziy bank shu 5% targetga erishmasligi mumkinmi degan haqli savol tug'ilishi mumkin. Mumkin-ku, to'g'rimi? Shunday omillarga bog'liq deb faktorlar. To'g'ri. Bu bo'yicha mana endi yetib keldik asosiy yo'nalishlarimizga. Asosiy yo'nalishlarimiz mana bu yilgi asosiy yo'nalishlarda o'zi qanaqa tashkil topgan desak, strukturasi pul siyosatining asosiy yo'nalishlari bu shu Markaziy bank qonunida ham keltirilgan. Birinchi qismi bu joriy iqtisodiy holat tahlili, ikkinchi qismi bu ssenariylar asosida prognozlar ishlab chiqish va xatarlarni alohida o'rganish va pul siyosatini kelgusidagi takomillashtirish ishlari to'g'risida ma'lumotlar tarkibidan joy topgan. Men aynan makroiqtisodiy rivojlanishi, kelgusidagi rivojlanishi ssenariylarida bazaviy ssenariy ishlab chiqiladi. Bunda eng ehtimol yuqori bo'lgan rivojlanish o'sha kutilmalari olingan bo'lsa, unga muqobil ravishda har xil xatarlar o'rganib chiqamiz. Bu yilgi mana asosiy yo'nalishlarimizda 10 ga yaqin alohida xatarlar ko'rganmiz va har bitta xatar yuzaga kelganda ham Markaziy bank shu 5% 27-yilda 5% targetga yetib kelish bo'yicha aniq o'zini choralarini shu belgilab ko'rsatib o'tilgan. Tashqi sharoitlardan boshlaydigan bo'lsam, tashqi sharoitlarda biz global iqtisodiyotdagi noaniqliklar saqlanib qolishini inobatga oldik, saqlanib qoladi deb shart qo'ydik. Shartlar, ssenariy shartlari desak ham bo'ladi. Asosiy savdo hamkorlarimizdagi valyutalarida keskin o'zgarish bo'lmasligi, shuningdek mana bu davlatlar o'zlarining inflyatsiya bo'yicha targetlariga asta-sekin yetib, global foiz stavkalari, global moliya bozoridagi foiz stavkalari asta-sekin pasayib borishi shartlari inobatga olingan bo'lsa, shuningdek biz xomashyo narxlarida ham oltin narxini joriy yuqori darajalar saqlanib qolishini hisobga oldik. Ichki sharoitlarda esa muhim ko'rsatkichlardan biz o'sha kreditlar asta-sekin mo'tadillashib borishi o'sishini, keyin fiskal taqchillikni yalpi ichki mahsulotga nisbatan 3% dan oshmasligi hamda pul o'tkazmalarini ham o'sishini, endi o'zini trendi doirasida deganmiz, ya'ni shu 10% atrofida o'zining uzoq muddatli trendi deymiz, o'rta muddatda shu atrofda o'sishi shartlari inobatga olingan. Xuddi shu shartlarni inobatga olganda biz kelgusi 2026-yilda inflyatsiyani 6,5-7% atrofida prognoz qilyapmiz. 2027-yilda esa 5% targetimizga yetishi, 28-yilda esa shu targetimiz darajasida atrofida shakllanishi kutilmoqda. Bu yalpi ichki mahsulot o'sishi ham kelgusi yillarda 6% dan yuqoriroq shakllanishi prognoz qilinmoqda. Endi bu yil biz aytib o'tilganidek bir turli qanday xatarlar kelishi mumkin deb har bir xatarni alohida inflyatsiyaga hamda iqtisodiy o'sishga ta'sirini baholadik. Undan ortiq talab tashqi tomondan biz oltin narxini keskin tushib ketishi o'zini avvalgi trendigacha yoki yana keskin oshib ketishi bo'yicha ham ayrim investitsion banklarning kutilmalari bor. Unday sharoitda nima bo'lishi, shuningdek
hamkorlarimizda, ayrim hamkorlarimizda, savdo hamkorlarimizda valyutalarda keskin qadrsizlanish yuzaga kelishi mumkinlik xatarlarini inobatga oldik. Ichki xatarlarda biz o'sha fiskal taqchillikni kutilganidan kengroq, ko'proq ketishi mumkin xatarini, keyin energiya resurslarida uzilishlarning ko'payishi, iqlim va ob-havoda keskin o'zgarishlar bo'lishi, keyin tartibga solinadigan narxlar inflyatsiya darajasidan yuqoriroq oshirilishi, xususiylashtirish jarayonlari biroz kechroq bo'lishi kabi xatarlarni inobatga oldik. Lekin Markaziy bank har bir xatar yuzaga kelganda qanday qilib 5% targetga erishish uchun nima javob choralar ko'rishini inobatga olganmiz. Hozirgi bugungi kundagi Markaziy bankning prognozlariga ko'ra, asosiy ssenariyda ham, turli xatarlar ssenariylarida ham inflyatsiya bo'yicha target 2027-yilda erishi kutilmoqda. Aytib o'tilgandek 10 ga yaqin alohida xatarlar belgilangan bo'lsa, misol keltirmoqchi edim. Mana o'sha ba'zi ssenariyga nisbatan xatarli, endi xatar deganda bu shu shok, haligi shoklar nazarda tutganmiz. Oltin narxiga bog'liq. Aytib o'tdim, oltin narxi juda ham hozir noaniqlik yuqori, kelgusida qanaqa shakllanishi ham bo'yicha ham bu shu jahon iqtisodiyotidagi noaniqliklar yuqoriligi, o'sha geosiyosiy vaziyatlarda noaniqlik, o'sha barqaror holat mavjud emasligi oltinni yuqori narxda shakllanishiga sabab bo'lgan. Bunda mana oltin narxini o'zida ham mana bu yil o'rtacha hozir bugungi kunda o'sha 4200 atrofida shakllanayotgan bo'lsa, prognozlarimizda ba'zi ssenariysida 3800-4000 dollar atrofida olganmiz. Biz 1 troy unsiyasi uchun shu asosda prognozlar ishlab chiqilgan. Shu bilan birga ikkita alohida ssenariy ishlab chiqilgan. Birinchisi oltin narxi pasayishsa nima bo'ladi? Pasayadigan bo'lsa, bu bitta miqdoran oladigan bo'lsak 2500-2700 dollar atrofigacha pasayadigan bo'lsa, qanaqa vaziyat yuzaga keladi va Markaziy bank bunda qanaqa chora ko'radi? Narxlar barqarorligini ta'minlash uchun va oltin narxi oshganda nimaga, qanday vaziyat yuzaga keladi? 5000-5000 dollargacha oshadigan bo'lsa, 26-yilda oltin narxi, unda hali narxlar barqarorligiga erishish uchun Markaziy bank nima qiladi? Shu alohida o'rganilgan. Bunda mana natijalarga to'xtaladigan bo'lsak, oltin narxi pasayish aytayotganda 2700 dollargacha pasayadigan bo'lsa, 1 troy unsiyasi 26-yilda bu umumiy inflyatsiyaga 0,5-0,6% bandda oshirish mumkin yil yakunida, ya'ni oshiruvchi ta'sirga ega bo'lishi mumkin va umumiy yalpi ichki mahsulotni 0,25-0,35% bandga pasaytirishi mumkin. Iqtisodiy o'sishi sur'atini. Bunda narx pasaygan holatda, ya'ni biz kutgandan ko'ra inflyatsiya sal baland bo'lishi mumkin. Bu o'z navbatida Markaziy banki pul siyosatini yanada qat'iylashtirishga turtki taqozo etishi mumkin. Ya'ni shundan kelib chiqib. Ikkinchi ssenariyda esa oltin narxi oshadigan bo'lsa, bu haliga aytgandek bu yilgi ijobiy tendensiya davom etadi. Bu pozitiv shok hisoblanadi. Ya'ni oltin narxi oshib bizani eksport orqali mamlakatimizga tashqi xorijiy valyuta taklifini oshiradi. Bu inflyatsiyani pasaytiruvchi xizmat qiladi. Almashuv kursi agar mustahkamlanishda yana davom etadigan bo'lsa, bu o'z navbatida inflyatsiyani yil yakuniga 0,2% bandgacha pasayishiga yordam berishi mumkin hisob-kitoblarga ko'ra va 27-yilda targetga yil yakunida emas, yil o'rtaroqlarida yetib kelishimiz baholangan. Yalpi ichki mahsulotga ham bu ijobiy ta'sir ko'rsatib, yil yakuniga kelgusi yilda 0,3-0,5% band tezroq oshishiga imkon beradi. Nimaga? Chunki oltin hisobiga ko'proq eksport tomonidan bu eksportimizni qo'llab-quvvatlasa, ikkinchi tomondan davlat byudjetiga ko'proq daromad kelib tushishi hisobiga davlat xarajatlarini faollashtirib iqtisodiy o'sishga ham turtki beradi. Shuning uchun iqtisodiy o'sishda ham tezlash kuzatilishi mumkin. Shunga o'xshab har bitta xatar alohida o'rganib, har bittasi bo'yicha hisob-kitoblar ishlab chiqilgan va ushbu vaziyat yuzaga kelganda Markaziy bank qanaqa chora ko'rilishi tushuntirib namoyon etilgan.
kutilayotgan savolga o'taman. Hop 2027-yilga keldik deylik. 2027-yil oxiridamiz. 5% targetga erishdik. Aholi va o'sha biznes vakillari uchun ajratiladigan kreditlar foizlik pasayadi. Haqiqatdan barchamizga qiziq, ya'ni targetga yetganimizda Markaziy bank stavkasini qanchagacha tushirishi mumkin? Oddiy qilib aytganda, hamda banklarga qancha rum bo'ladi, ya'ni o'zlariga imkoni bo'ladi pasaytirishga. Bugungi kunda aholi va biznes uchun ajratilayotgan kreditlar tijorat banklaridan haqiqatdan yuqori, 20% dan oshiq o'rtacha stavkalari. Buning asosiy sababi resurs narxi, ya'ni ushbu kreditlarni manbai qimmat, depozitlar qimmat. Aholi depozitlari ham, muddatli depozitlar 19% dan oshiq, yuridik shaxslarniki ham, bizneslarda muddatli depozitlari ham 17% dan oshiq. Bu nimaga bog'langan? Bularni inflyatsion kutilmalariga bog'langan. Ya'ni oddiy qilib aytganda, inflyatsiya kutilmasi yuqori bo'lgan shaxs, agar bank undan kutilmasidan ko'ra past foizda beradigan bo'lsa, u rozi bo'lmaydi bankka qo'yishga. Masalan, ularning kutilmasi 10-15% bo'ladigan bo'lsa, demak 15% dan pastiga qo'ymaydi depozitga. Lekin biz mana bu inflyatsiyani jilovlash orqali kutilmalardan ko'rilayotgan turgan pul kredit siyosati choralari bilan shu 5% yetadigan bo'lsak va Markaziy bank inflyatsiya bo'yicha 5% maqsadga yetib, undan keyin shu 5% atrofida kelgusida ham shakllanishi bo'yicha kutilmalari mavjud bo'lsa, Markaziy bank pul kredit siyosatini hozirgi qat'iy darajadan neytral darajaga tushirishi mumkin. Neytral degan tushuncha bor, oddiy qilib tushuntirib o'tib ketaman. Bu iqtisodiy o'sishda o'zini potensial darajasida shakllanib, inflyatsiyani ham o'z target darajasi shakllanishiga olib keladigan foiz stavkasi. Ya'ni inflyatsiyani oshiruvchi ham bo'lmaydi, tushirib yuboruvchi ham bo'lmaydi. Target darajasi shakllanishiga olib keladi. Iqtisodiy o'sishda ham potensiali doirasida o'sishiga olib keladigan neytral daraja bor. Bizni hisob kitoblarimizga ko'ra, tahlillerimizga ko'ra, neytral real foiz stavkasi O'zbekiston iqtisodiyoti uchun bugungi kunda 4-5% atrofida baholangan. Endi buni soddaroq, tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsak, nominal hisobda aytadigan bo'lsak, shu 5% targetimiz bo'lsa, 4-5% real neytral stavkani qo'shsak, ya'ni biz uchun 9-10% neytral stavka. Ya'ni Markaziy bank asosiy stavkasini 9-10% gacha tushirishga, neytral darajaga tushirishga imkon bo'ladi. Buni natijasida esa aholini kutilmalari ham, inflyatsion kutilmalari ham asta-sekin narxlar barqarorligidan kelib chiqib pasaygandan keyin resurs narxi ham arzonlashib, tijorat banklari ham nisbatan arzonroq resurs qabul qilib, nisbatan arzonroq foizlarda kreditlar beradi. Albatta bu 20%lar, 19% depozit kreditlar stavkasi sezilarli darajada pasayadi. Asosiy maqsadimiz ham shu. Bitta narsa yana qayd etish kerak, mana inflyatsion kutilmalar dedilar. Haqiqatan inflyatsion kutilma bu juda eng asosiy omillardan bittasi, nimaga foizlar yuqoriligiga iqtisodiyotda. Inflyatsion kutilmani o'zini oladigan bo'lsak, inflyatsion kutilma forward looking deydi, backward looking deydi. Ya'ni avvalgi ma'lumotlarga tayangan kutilmalar bo'lsa, bu backward looking deydi. Oldingi mana prognozlar, boshqa narsalar qaratilgan bo'lsa, bu forward looking deydi. Yani hozirda mana iqtisodiyotimizda kutilmalar asosan oldingi davrga qarab kutiladi. Yani oddiy aholini mana psixologiyasidan oladigan bo'lsak, oddiy odamdan olsangiz, narxlar qanchaga oshadi kelgusi 2 yilda desangiz, oldingi o'sha o'zini kuzatuvlardan kelib chiqib aytadi, 10-15% oshgan bo'lsa, 10-15% deb kutadi. Ya'ni biz Markaziy bank bu 5% target deb belgilaganimiz bilan uni xabari bo'lmasligi mumkin yoki unga to'liq ishonmasligi mumkin. Shundan kelib chiqib u inflyatsion kutilmalar shakllanadi. Endi men aytmoqchi bo'lganim, inflyatsion kutilmalarni pasayishi ma'lum bir vaqt talab etadi. Bu inflyatsiya tushishi bilan sразу kutilmalar baravariga tushib qoladi deb kutmasligimiz kerak. Nimaga? Chunki buning uchun aholini o'sha har bitta qaror qabul qiluvchi iqtisodiy agent deymiz, aholi hamda biznesda shu narsalarni o'zi
iqtisodiy qarorlarida уже hisobga olishni boshlaganda bu pasayib boradi. o'zi ham sezish boshlash sezish kerak. Narxlar barqarorligi juda o'sha muhim, ya'ni targetga yetib shu targetni ta'minlash boshlaganda bu ham pasayib boradi. O'zim bu yilning o'zida ham bu yaxshi mana ijobiy natijalar kuzatila boshladi. Mana almashuv kursi hali bejiz aytmadim, aholining kutilmalari almashuv kursiga juda yuqori bog'langan va almashuv kursi mustahkamlanishi bilan aholining kutilmalari ham sezilarli pasayish boshladi. Mana so'rovlarni ko'radigan bo'lsak, yil boshida fevral oyida inflyatsion kutilmalar aholinikiga 15.3% gacha yetgan bo'lsa, hozir mana noyabr yakuni bo'yicha o'tkazilgan so'rovlarda 11% gacha tushgan aholining kutilmalari. Ya'ni sezilarli pasaygan, deyarli 4% banddan ziyodga. Ya'ni aholi уже his qilyapti, inflyatsiya pasayayotgan. Ikkinchidan, bunda mana alohida omillarini so'raymiz. Shu aholining kutilmalariga nima sabab bo'lyapti, shu baland kutishiga degan javoblarda almashuv kursini belgilash keskin kamaygan. O'zi mana shu so'rovlar 2018-yildan o'tkazib boriladigan bo'lsa, almashuv kursi har doim top 3talikda turadi. Energiya narxlari oshishi birinchisi, ikkinchisi kommunal narxlar oshishi, uchinchisi almashuv kursi. Top 3talikda almashuv turadi. Oxirgi mana ikkinchi yarim yillikda bu pasayib hozir odatda mana aholini 40%, 50% uni omil deb belgilagan bo'lsa, oxirgi oylarda bu 20% ga tushib qoldi. Ya'ni shu top 3talikdan 6-7-larga tushib qolgan omil sifatida belgilash. Ya'ni aholi ham buni sezyapti, uni mana so'rov natijalarida ko'ryapmiz. Endi shu ijobiy tendensiya davom etadigan bo'lsa, bu kutilmalar pasayadi va bu o'z navbatida keyin foizlarni pasayishiga imkon beradi. Endi foizlarda nimaga pasayadi? Foizlarda ham misol uchun bu yerda raqobat muhiti muhim bo'ladi, banklararo raqobat. Ya'ni depozit bozorida hamma bank bir-biriga raqobatchi hisoblansa, depozit yig'adi aholidan. Bunda ushbu raqobat muhiti muhim hisoblanadi. Raqobat kuchli bo'lgandan keyin ular o'zini o'sha foyda olish maqsadi foyda olish-ku. Foyda olish uchun inflyatsiya pasayapti, kutilmalar pasayapti, demak pastroq foizda ham odamlar depozit qo'yishga rozi bo'ladi degan maqsaddan kelib chiqib, foizlar pasaytirish jarayoni boshlanadi. Bu xalqaro tajribada shunaqa davom etadi. Bu keyin kredit foizlariga pasayishiga turtki beradi. Ya'ni resurs narxi pasayadi, keyin kreditlarning foizi pasayadi. Ya'ni hozir siz tomonidan aytilgan kichikroq lekin uzoqroq muddatli jarayonni, qisqa qilib aytilgan jarayonni soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, masalan, shartli ravishda Qo'chqor aka degan odamni inflyatsion kutilmasi, ya'ni qancha inflyatsiya kutyapsiz deganda oldinlari u o'zi odatda oxirgi yillarga qarab aytardi, bu yil ham 15% bo'lsa kerak yoki 20% bo'lsa kerak derdi. Shu odatda shunaqa bizda inflyatsion kutilmalar, aholi inflyatsion kutilmalari baribir nimaga qarab shakllanadi? Oxirgi yillarga qarab. Ya'ni ko'proq shunaqa shakllanib kelgan. Buni sababi bor, buni shakllanishi bu bekor o'zidan o'zi bunga kelinmagan. Nimaga? Chunki mana forward looking deganim, ya'ni oldinga qarab qaror qabul qilish uchun odamlarda, biznesda ma'lumot bo'lish kerak. Kelgusida qanaqa rejalar bor, oshkor qilingan. Bu mana Markaziy bank ham hozir mana o'sha shaffoflik, oshkoralikka qadam bosib o'tayotgan maqsadi ham mana inflyatsion targetlashi eng asosiy postulatlardan birinchisi bu shaffoflik, ya'ni kuchli kommunikatsiya. Kommunikatsiya nimaga kerak? Maqsadini aniq belgilash va shunga qaratib qat'iy qaror qabul qilayotganini aholiga, biznesga yetkazib borish. Agar aholi biznes shunga ishonadigan bo'lsa, unda xabari bo'lsa, mana 5% ga yetib kelamiz deyildi. Agar orada qanaqadir shok vaziyatlar, oshiruvchi omillar, bosimlar yuzaga keladigan bo'lsa, Markaziy bank o'zini instrumentlari, choralari bilan shuni vaziyatni to'g'irlab, o'sha o'zini inflyatsion maqsadli ko'rsatkichga olib kelishga har doim tayyor degan messenjni mana berib boramiz. Amalda masalan hozirgi gapingizni qisqaroq oddiyroq tilda tushuntiradigan bo'lsak, o'sha O'zbekiston fuqarosi hali Markaziy bankning rejalari va boshqa endi odatiy O'zbekiston, an'anaviy o'zbek fuqarosi hali Markaziy bank rejalari, targetlari to'g'risida to'liq axborotga ega emas, eshitmay yuribdi va o'shaning uchun backward looking bo'yicha eski oldingi ma'lumotlarga qarab prognoz qilib o'rganib qolgan. Undan borib so'rasangiz, bizda yana bir 20% bo'lsa kerak, 15% bo'lsa kerak deb aytadi.
lekin va shu aytishayotganni asosiy sabablaridan uchtasi, bittasi energiya narxlarini oshishi, ikkinchisi kommunalka narxlarini oshishi va uchinchisi valyuta kursini oshib borishi edi. Endi demak oxirgi yildagi valyuta kursini barqarorligi boyagi odamni uchinchi sababini pasaytirib yubordi. Ya'ni endi valyutani kursi demak qarayaptiki, valyuta oshmayapti, dollar oshmayapti. Demak uni so'mni kursini barqarorligi unga miyasiga ta'sir qilishni boshlayapti. Oldin mana aytganingizdek asosiy aholini asosiy nimasi prognozi valyutaga qarab edi, dollar oshishiga qarab belgilanardi. Endi dollar oxirgi yillarda o'zi yaxshi nima kursini o'zi masalan 5-7% atrofida shakllanib keldi, oshishi. Даже oxirgi yili 4 nechidir bo'ldi. Ya'ni o'shalar baribir yetib boryapti odamlarga, solishtiryapti, kalkulyatorga urib ko'ryapti. Ya'ni yil boshida kurs qanaqa edi, hozir qanaqa deb. Bu yilda endi tem bo'lib juda anaqa teskari kur. Endi demak unga birinchi aks ta'sirlardan biri boy 3 tani bittasi o'zi ketdi. Unda faqat hozircha o'sha energiya narxlari bilan kommunal qoldi, lekin ular ham nima deydi, liberallashtirish orqasidan balki qanaqadir nima deydi, turg'un emas, bir stabil oshish nimasiga tushib olsa, bittada skachokli emas, bittaga tushib olsa, unda o'sha odamda inflyatsion kutilmasi ham pasayib boradi o'zini. Ya'ni aytganingizdek, o'sha boyagi fevral oyida 15 bo'lib chiqibdi, hozir 11 bo'lib chiqdi endi, masalan 11.3mi? Balki keyingi yillarga borib yana ham pasayib boraversa va uni keyingi zanjir ta'siri davom etadida, inflyatsion kutilma past bo'lgandan keyin u bozordagi pulli narxiga o'zini kapitaliga nisbatan nimasini kutilmas kamayadi. Masalan, men oddiyroq tushuntiradigan bo'lsam, men shartli ravishda 10 million pulim bor. Aytardimki, buni bankka qo'yib 25% dan daromad olsam bo'ladi derdim. Endi hozir chunki men inflyatsiyani yuqori kutardim. Inflyatsiya o'zi shundoq 15-20% ku, 25% bo'lsa qo'yaman degan nima bo'lardi. Endi u narsa bo'lmaydi, chunki endi inflyatsiya 15% emas-ku meni kutayotganim. Meni kutayotgan inflyatsiyam endi 10 ga tushib qoldi. Endi demak men 25 emas, 20 ga qo'yishga ham roziman. Demak bankka endi 20 ga taklif qilishni boshlasa, men 20 qo'yaman. Bank 20 dan resurs olgandan keyin kredit narxini tushiradi. Ya'ni boyagi Samarjon aka aytgan nimasini oddiyroq tushuntiraman. Ya'ni ketaveradi, inflyatsion kutilma pasaygandan keyin o'zini nimasi kamaydi. Endi u jamg'armasi bor ahvolini misol keltirdim. Balki asosiy qismi jamg'armasi yo'qdir. Lekin baribir pirovardida boyagi kredit nimalariga nima deydi? Kredit ajratish jarayonlariga ham ta'sir qiladi, foizni darajasiga. Va u pastroq foizi yana nima? Keyingi aks ta'sir olib keladi, zanjir ta'siri. Ya'ni meni tushunishim bo'yicha shunaqaki, kutilmalarga ko'p narsa bog'liq. Boyagi juda to'g'ri ta'kidladingiz. Men o'ylayman, balki bizni ko'rayotganlar ichida men doim endi jurnalist deyilmaydi, xolis odam sifatida tarafdori bo'lganman, odamlarga maksimal haligi Markaziy bankka haligi hozir aytdingiz, siyosatni yetkazib berish. Bizda endi Xushnoz aytdilar-ku, haligi nima deydi? Umumiy savollar shakllanib qolganda, даже endi afsuslanarli bo'lsa ham aytaman, ya'ni yaqingacha ham Markaziy bank matbuot anjumanlarida hattoki jurnalistlarni berayotgan savoli ham shu bo'lardi. Asosiy stavkani bo'ldi, 5% qilib qo'yinglar, hamma narsa tushib ketadi-ku degan nimalar yoki kreditlar foizini majburan tushirsa bo'ladimi? Yo'q, bu ularga biz aytardik, biz bu amaliyotdan o'tgan O'zbekiston. Bir paytlar kreditlar foizini ma'muriy yo'l bilan tushirishga ham harakat qilgan yoki o'sha boshqa nimalar, bular o'xshamaydi, uni bozor belgilash kerak degan nimalarni olib borardik-ku, tushuntirishlarni. Lekin men endi hozir asosiy jurnalistning asosiy qismi tushundi. Men o'ylaymanki, oxirgi o'sha matbuot anjumanlarida savollar sifati ham ortdi. O'sha monetar siyosat, pul kredit siyosatiga doir savollar ko'payishni boshladi. Bu media muloqotlarning ta'siri bo'ldimi boshqa ham, lekin men aytmoqchi bo'lganim, baribir o'sha sa'y harakatlarni ko'proq davom ettirib, mana odamlar aytganingizdek qaror qabul qilishda bilsin, hozir masalan shartli ravishda 1-dekabr holatiga inflyatsiya 7.3 bo'lganini bilmaydi, chunki endi u baribir o'zini iste'molini savatini indeksdan kelib chiqib narxi oshganiga qaraydi-da. Va inflyatsiya u faqat go'sht narxini oshishi yoki qanaqadir kommunal narxini oshishiga qarab belgilanmaydi-ku, bu bir nechta kengroq ma'nodagi tushunchaki inflyatsiya. Shuning uchun uni balki qanaqadir endi yana ham soddaroq qilib ko'proq unga yetkazishga harakat qilsak, men o'ylaymanki tezroq ham yetib borsak kerak. Kutilmani pasaytirib olsak, kutilma pasaysa boyagi aytilganidek zanjirda ketaveradi. Mana tushunishim bo'yicha. Inflyatsiya. Albatta qo'shimcha qilmoqchi edim. Yaxshi narsalarni aytdingiz.
kutilmalar bo'yicha mana boshqa omillari bu o'zi haqiqatdan to'g'ri. Mana biz har bitta aholi bilan yoki biznes bilan unga yetkazib berish imkoniyatimiz yo'q. Qilayotgan siyosatimiz to'g'ridan to'g'ri. Bunda o'sha media, ommaviy axborot vositalari o'rni juda beqiyos. Buni biz tan olamiz, bilamiz. Shuning uchun ham mana oxirgi yilda media bilan, ommaviy axborot vositalari bilan, mustaqil blogerlar bilan ishlashni ancha kenglashtirdik. Kengaytirildi, formatlari kengaytirildi. Bu juda muhim hisoblanadi. Nega? Haligi aytganimdek, Markaziy bankning kelgusidagi qarorlari, rejalari, prognozlari buni to'g'ri yetkazib borilishi aholining kutilmalariga shakllanishiga juda muhim hisoblanadi. Xuddi shunday faqat biz emas, boshqa hukumat qarorlari, energiya, boshqa omillar deyildi. Bunda ham alohida to'xtalmoqchi bo'lganim, mana o'sha 24-yilda chiqqan energiya bozorini erkinlashtirish to'g'risidagi qarorda ham ikkita bosqichdan keyin energiya narxlari o'sha inflyatsiya darajasida oshiriladi deyilgan. Ya'ni inflyatsiya pasayib borishi bilan ular ham qo'shimcha o'sha bosim yaratmaydi. Ya'ni narxi indeksatsiyasi inflyatsiya darajasida olib boriladi. Ya'ni qo'shimcha yana oshirib, yana oshiruvchi bosim, kuchli bosimlar kutilmagan. Buni ham shu targ'ib qilish muhim hisoblanadi. Ya'ni aholida ishonch hosil bo'lishi kerak. Ikkinchisi, haligi aytgandek, foiz ishlashni o'zi aholining kutilmalari ta'siri orqali o'sha qarz mana ikki qo'ldan chiqadi degandek, bir tomoni depozit bo'lsa, ikkinchi tomoni kreditlar hisobidan kredit oluvchilar ham agar uni kutilmalari past bo'lsa, kelgusidagi inflyatsiya bo'yicha ishonchi komil bo'lsa, narxlar barqarorligiga 20% dan kredit olishga qaror qabul qilmaydi. Chunki hozirgi holatda mana inflyatsiya 10%, misol uchun umuman inflyatsiya yuqori, 10% dan yuqori holatida u qo'rqmasdan 20% dan olishi mumkin. Chunki biladi, 20% 10% inflyatsiya bilan yo'q ketadi. Lekin inflyatsiya 5% bo'ladigan bo'lsa, u 20% dan olishni o'ylab ko'radi. Ya'ni qimmat foizlarga talab kamayadi. Bunda banklar biznesini yuritish uchun u majbur bo'ladi kredit foizini pasaytirishga. Chunki talab bo'lmaydi yuqori foizlarga va o'z navbatida u kredit foizini pasaytirishga majbur bo'lishi o'z navbatida shu depozitlarni ham pasaytirishiga majbur bo'ladi. To есть siz aytganingizdek shu ikki tomonlama bu ta'sirga ega bo'ladi. 20-asrda qarashida markaziy banklar alohida Markaziy banki bilan mediani alohida ajratgan. Aralashmasin degan qarash bo'lgan. Yopiq tashkilot sifatida. Markaziy bank mediadan alohida ushlab turgan, mediani Markaziy bankdan alohida ushlab turgan degan g'oya bo'lgan. Lekin mana 21-asrdan bu o'zgargan. Ayniqsa shu Ben Bernanke kelishi, bu o'sha global moliyaviy krizisdan keyin qarashlar to'liq o'rganib chiqib o'zgartirilgan. Hozir deyarli barcha Markaziy bank o'zining siyosatini shu oshkoralik asosiga quriladi. Oshkoralik Markaziy bankning o'sha natijalarini, samaradorligini yuqori shakllanishiga xizmat qiladigan muhim omil hisoblanadi. Shuning uchun oshkoralik deydi, shaffoflik juda muhim hisoblanadi. Shuning uchun kommunikatsiyani kuchaytirish yanada bu borada muhim. Yana bitta nima aytmoqchiyim, hali Ismoil akam fikrlariga qo'shimcha qilib, inflyatsiya o'sha raqamlar orqali emas, balki o'sha kundalik non narxi orqali ham seziladi degan tushuncha mavjud. Ya'ni u statistika orqali sezilmaydi ko'proq. Odamlarda kundalik hayot o'zi iste'mol qilayotgan tovar va xizmatlar orqali sezadi ham. Endi bu oldindan bor nazariya. Korzinkasi alohida. Hamma o'zini korzinkasi alohida, o'zini korzinkasi bilan sezadi. Endi bitta kichkina momentni qolib ketibdi. Biz endi ko'p gapirdik hozir gaplarimizda o'sha hamma inflyatsiyani o'zicha sezadi dedik-ku, ya'ni o'zini nimasidan kelib chiqib iste'mol korzinkasidan kelib, soatidan kelib chiqib. Shu bo'yicha qisqa tushuntirish berib o'ta olasizmi? Masalan, umuman sezilgan inflyatsiya va umuman hisoblangan inflyatsiya qanaqa, real inflyatsiya qanaqa? Ularning farqi qanaqa bo'ladi? Yaxshi savol. O'zi mana ko'p uchrashuvlarimizda ham talabalar bilan uchrashuvlarda joyiga chiqqanda birinchi shundan boshlanadi. O'zi inflyatsiya mana 7,5 bo'lsalar, undan yuqori. Real inflyatsiya qancha, boshqa degan savollar. Haqiqatdan shunaqa bor. Ya'ni bu aholining sezilgan inflyatsiyasi deymiz. Sezilgan inflyatsiya odatda yuqori yuradi. Bu 7,5% deganimiz bu umumiy inflyatsiya. Bu o'sha statistika qo'mitasi tomonidan doimiy butun bozorda kuzatib yuriladi. Bunda tarkibida 510 ga yaqin tovar va xizmatlar bor.
iste'mol savati tuziladi. 510 ga yaqin tovar va xizmatlar, uning ichida oziq-ovqat, noziq-ovqat xizmatlar. Bularning hammasini narxini o'zgarishini o'rtachasi shu umumiy inflyatsiya deyiladi. Shu mana 7,5% tashkil etdi noyabr oyida. Endi biza har bitta odamni o'zini oladigan bo'lsak, alohida u sezgan inflyatsiyasi bor. Sezgan inflyatsiyasi o'zini iste'mol savatidan kelib chiqadi. Misol uchun, meni iste'mol savatimda har kuni kundalik iste'mol savatimda 70 ta tovar bo'lishi mumkin. Siznikida 80 ta bo'lishi mumkin. Ular farqlanadi. Shu farqlanganidan keyin o'shanga qarab uni darajasini ham har xil seziladi. Sizniki bilan meniki shu yerda o'tirganman, barchaniki har xil chiqadi. Chunki hammaning o'zining xohishlari bor, o'zining istaklari bor, shundan kelib chiqib o'zining iste'mol savati bor. Shu предпочтенияларdan kelib chiqib shu birinchi ta'sir ko'rsatadigan. Endi nimaga o'zi umuman mana rivojlanayotgan mamlakatlarni oladigan bo'lsak, umumiy shunaqa xususiyat bor. Sezilgan inflyatsiya darajasi umumiy inflyatsiyadan yuqori bo'ladi. Nimaga? Chunki odatda mana sezilgan inflyatsiyaga mana kundalik xarid qiladigan narxlar ta'sir qiladi. Bunda mana kamdan kam oladigan mana durable goods deyiladi inglizchada. Maishiy texnika, uy-joy, mebel, avtomobil, shunga o'xshagan tovarlar har kuni olmaganingiz uchun ularning narxi oshishi siz miyaga ta'sir qilmaydi uncha. Bunda siz har kuni oladigan oziq-ovqat mahsulotlari, o'sha meva-sabzavotlar, go'sht, kommunal to'lovlari, shular ko'proq ta'sir qiladi, chunki siz uni haftasiga bir necha martadan ham olishingiz mumkin. Har oy to'laysiz. O'shanga ularning narxi o'zgarishi ko'proq ta'sir qiladi. Sezilgan inflyatsiyaga. Ikkinchidan, shuning uchun ham endi mana bizada oladigan bo'lsak, oxirgi oylarda hali yuqorida sanab o'tdim, inflyatsiya omillari mana go'sht oshgani, bu shu ommaviy umumiy ovqatlanish narxlariga ta'sir qilgan. Avtomobil yonilg'ilari oshishi, bu transport xarajatlari, ya'ni odamlarning kundalik iste'mol qiladigan tovarlarida sezilarli oshish bo'lgan. Shuning uchun ham odamlar sezgan inflyatsiya darajasi haligi umumiy inflyatsiyadan ko'ra yuqoriroq, sezilarli yuqoriroq shakllangan. Bizning kuzatuvlarimiz bo'yicha ham bu 11-12% atrofida shakllangan, ya'ni 7,5 dan ko'ra ancha baland. Endi yana ikkinchi buni aspekti bor. Haligi kundalikdan ko'ra o'z odamlarning psixologiyasi shunaqaki, miya narx oshishiga kuchliroq reaksiya beradi. Ya'ni narxlar oshgan bo'lsa, siz yaxshiroq eslab qolasiz. Mana magazinni aylanib chiqdingiz, korzinkada misol uchun 2000-3000 ga yaqin har xil tovar bo'lsa, siz miyaga narx oshganlari o'tiradi. Misol uchun 20 ta 30 ta tovar narx oshmagan, uni shunday kuzatib o'tib ketadi, uni normal qabul qiladi. Qaysidir ikkita tovar keskin oshgan bo'lsa, uni bu narx oshibdi degan signal boradi. O'z psixologik ham odamlarda shu yuqori oshishlarga qabul qilish anaqasi yuqoriroq. Shuning uchun ham sezilgan inflyatsiya odatda yuqori yuradi hamma mamlakatda. Lekin umuman iqtisodiy jihatdan bizlarga barcha narxlarning o'rtacha narxi, tovar xizmatlarning o'rtacha narx oshishi muhim bo'lgani uchun umumiy inflyatsiya alohida o'rganiladi va Markaziy bank tomonidan shu target umumiy inflyatsiya darajasiga nisbatan belgilangan. Inflyatsiya haqida bugun ko'p gaplashdik. Obunachilardan kelgan bir savol bor, agar ruxsat bersangiz shuni o'qib oxirgi savolga yakun yasayman. Biznesga ommaviy ravishda past foizli kreditlar bersak nima bo'ladi? Ularga past foizli kreditlar berilsa, yangi fabrika va zavodlar quradi, yangi ish o'rinlari yaratadi, mamlakatni tovarlar bilan to'ldiradi va inflyatsiya bilan bog'liq barcha muammolar hal bo'ladi-ku, shunday emasmi deb savol yo'llashgan. Bu ham bizga ko'p beriladigan savollardan. Endi o'zi kredit foizlariga to'xtalsak, men aholiga beriladigan endi kredit, chakana kredit deymiz. Foizi past bo'lsa, bu to'g'ridan-to'g'ri iste'mol talabini oshiradi. Ya'ni past foizli kredit ko'proq odamlarda imkoniyat beradi u kreditni olishga va ular to'g'ridan-to'g'ri uni iste'molga yo'naltiradi. Iste'molga yo'naltirgandan keyin nima bo'ladi? Talab ko'payib ketadi. Mahsulot oshgani yo'q, bu to'g'ridan-to'g'ri narx oshishiga olib keladi. To'g'rimi? Bu ya'ni chakana kreditlar sразу effekt seziladi, narx oshiriladi. Iste'mol talabi kengayish hisobiga. Masalan, biznesga aytaylik, kredit foiz arzon foizda kredit berishda e'lon qilindi. Agar aytsak, qaysidir ishlab chiqaruvchi o'zini bu arzon foizlarni ko'rib, unga kredit yanada ko'proq olgisi va investitsiya kiritib,
kengaytirgisi keldi, lekin uning uchun arzon foizli kredit olsa unga xomashyo sotib olish kerak, asbob uskuna sotib olish kerak. U esa cheklangan. Asbob uskuna masalan import qilaman desa, importga talab ortadi. Bu valyuta kursiga bosim yaratadi. Bu valyuta kursi oshadi, qadrsizlanishiga olib keladi. Ya'ni umumiy iqtisodiyotda masalan kam foizli kredit beraman deb e'lon qilingandan keyin faqat bitta biznes subyektigina kelmaydida. Iqtisodiyotdagi barcha biznes subyektlari birdaniga o'sha foizga olsa, bu albatta yanada inflyatsiyani oshishiga olib keladi. Aks buni umuman olganda uni biz o'ylaganchalik osonroq, foizlar oson tushmaydi, inflyatsiya oson tushib qolmaydi. Naborot aks ta'siri yuqoriroq hisoblanadi. Aks ta'sirini hisobiga agar foiz stavkalarini tushirish orqali inflyatsiyani tushirib, ishlab chiqarishlarni kengaytirib, iqtisodiyotni yaxshilab olish imkoni bo'lganda barcha davlatlar osongina shu yo'ldan ketib, markaziy banklar ko'proq pul pechat qilib barqarorlikka erishgan bo'lardi, lekin afsuski iqtisodiyotda bunday imkoni yo'q. Misol keltirish mumkin. Haligi foiz stavkalar o'zi o'sha bozor belgilagan darajadan past qilib belgilanadigan bo'lsa, u biznesda ham o'zi iqtisodiyotda ishlab chiqarish imkoniyati bor, o'sha potensial darajasi deymiz, undan ortiqchasini qabul qila olmaydi. O'sha moliyaviy resurslarni ham, kreditlarni ham. Agar undan ortiqchasini beriladigan bo'lsa, u samaradorligi oshib bormaydi, chunki cheklangan haligi ishlab chiqarish. Buni oddiy misol ko'rsatadigan bo'lsak, mana mashinada haydaganda unga ko'proq benzin quyganimiz bilan u ko'proq odamni o'zida olib bora olmaydi yoki o'zi belgilangan tezligidan ko'ra tezroq yura olmaydi. Siz ko'proq benzin quyganingiz bilan, to есть o'z imkoniyati cheklangan, uni yana ham ko'proq ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatishni xohlasak, haligi potensialni oshirish kerak bo'ladi. Uning uchun o'sha aytib o'tilgandek, ishlab chiqarish asosiy boshqa factory производства deydi. O'sha faktorlarini ta'minlash muhim hisoblanadi. Ya'ni kreditovaniyaning o'zi bu yechim hisoblanmaydi. Demak, bugungi Bankas dasturiga yakun yasashdan oldin ijtimoiy tarmoqlardan kelgan takliflarni inobatga olgan holda kichik bir anonsni e'lon qilib o'taman. Bankas dasturining keyingi sonida biz kiberxavfsizlik, moliyaviy firibgarliklar va ularning bugungi kundagi trendlar mavzusida suhbatlashamiz. Bugun esa dasturimizda ishtirok etganingiz uchun tashakkurimizni bildiramiz. Barchaga rahmat ishtirok uchun. Ismoil aka, Samujon, Islomjon. Shuning bilan Bankas dasturiga yakun yasaymiz. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.